Menimcha yosh vaqtimda ikki jo'ra birga o'tirib, bir xil mashina minamiz deb orzu etmagan bolani o'zi bo'lmasa kerak. Shunday orzulardan birisi Oybek akam bilan Nurbek akam nasib etib degan Go'shazmiga ikkisi bir xil mashina sotib oldi. Depal Estolidini qora ranglisidan berdik. Birinchi yana Oybek akam mashina bilan tabriklaymiz. Sizga bonnadi. Oybek aka tabriklaymiz. Nasib etsin. Yaxshilarmi deng. Banda Nurbek aka. Nurbek aka tabriklaymiz. Nasib etsin. Bir oy yo'qlandingiz, oling momoyimmi deb. Qara nechkaga yoqdim mashina? Skitcha bilan, butun umr garantiyasi bilan. To'g'ri. Tavsiya etasizmi? Albatta. Olinglar, meninglar. Mashinamiz xudo xolasa qo'shcha bira ketdi. 2 sam skitcha bo'yicha naqd pul 349 million so'mdan sotdik xudo xolasa. Qo'shcha pulni mijozlarimiz kelaversa, Nurbek aka qo'shcha pulni zo'ralab qachonsiz ya? Buyummi ertangmi? Azonda. Azondami? Ikkinchi zo'ralaringiz menimcha bir xil bo'lsa kerak. Bir oyda bo'lam ketchi. Yo'q, dinni. Ha, arkasini dinni qo'y shunday. Hisob. Og'alarimiz donag'anlar bo'lsa, bemalol o'yin o'taverasiz ertang tashkilaga. Sog' bo'lsa, men shuni mashlar nasib etsin. Yelkem kakıp delde bolar aytkan sözing. Yakşı bulup yetişime yeter gözing. Kara günde kadırlagan en yakın dost. Dostum dedin dünya nimetleri yalgan. Dost bulmaydı bilsen şarap yoki cenan. Kayda bulsan hem ki bul